O'zbekistonga xalq kelgach, iliqlik bilan kutib olishdi. Yirikligi tufayli Labo avtomobili bilan sayohatni boshladi. Piramid, Haytoun va Mejik ko'chalarida tirbandlik sabab konsertga kech qoldi. Xalqlar do'stligiga kelishini bilgan insonlar xalqni kutib o'tirishgandi. Konsert boshlandi. Xalq go'yoki konsert yoqqandek qarsakbozlik qilmoqda, chunki insonlardan ajralib qolmasligi kerak edi. Konsert tugagach prava olmagan Aziz akaga yordam ham berdi. So'ng zudlik bilan 5 qozon osh markaziga shoshildi. O'zbek oshini yemagan sayyoh aslida sayyoh emasdi. Xalqga osh juda ham yoqdi. 5 qozondan chiqib Sete Mollga kirdi va hayrat bilan yon atrofga qaray boshladi. Bir kun xalq uchun juda tez o'tdi. Labosiga minib mehmonxonaga qarab yo'l oldi. Mehmonxonaga birinchi marta kirgan xalq hayajon bilan insonlar bilan gaplashardi.